Assalomu alaykum qadrli qadrdonlar. Yana bir bor sizlarni o'zimizni razbordim ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Juda ham ko'p bemorlarimiz, ko'p kuzatuvchilarimiz bizga savol berishadi. Faqatgina ayollarga, qizlarga vinil qo'yaverasizmi? Nima faqat ularni chiroyli qilaverasizmi yoki vinil faqat qizlar uchun ekanda deyishadi. Mana shu savollarga bugun biz javob beramiz. Ya'ni vinillar faqat ayollar uchun emas, balkim aynan erkaklarga ham o'zi umuman jins tanlamaydi va bugun biz sizlarga aynan erkak bemorimizga qanday qilib vinil qo'yganimizni ko'rsatib o'tamiz. Chunki bu bemorimizda biz total ish qilganmiz. Ya'ni hamma tishlariga tiklaganmiz tishlarini, sun'iy qoplamalar qo'yganmiz va shunlardan 28 ta tish qilgan bo'lsak, shundan 20 tasi vinil bo'lgan. Qolgani esa implant va uning ustiga sun'iy qoplamalar bo'lgan. Va shu narsani xoslar bilan razbor qilib ko'ramiz. Keling endi bu bemorimizni ishimizni nimadan boshlaganmiz o'zi. Umuman bu bemorimiz bizga qanday shikoyatlar bilan kelgan, shu haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak. Asosan erkak bemorlarimizda ko'p kuzatiladigan narsa bu tishlarni ko'proq yemirilishi ko'p kuzatiladi. Bunga juda ham ko'p sababchi bo'ladi, chunki har doim ham erkaklarimiz nima deydi, tishlarini ko'p jahllarini, asabiy holatlarida yoki bruksizm degan kasalliklar bor, mana shu holatda alamlarni ko'proq tishlardan olishadi. Biz ayollarga o'xshab hammaga baqirib tashlash degan narsa yo'q. Biz aynan o'zimiz ichimizga yutganimiz uchun ham ko'pincha ko'p holatlarda tishlarimizdagi muammolar ko'proq ichimizdagi muammolarni bildirib qo'yadi. Va qolaversa mana bemorimizga ham agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, tishlarda ham yuqori tishlarda ham yemirishlar bor. Tishlar xuddiki bitta chiziq, xuddi pichoq bilan mundoq kesib qo'yanga o'xshab tuyuladi. Pastlarda esa bu jarayon yana ham og'irroq. Nimaga bunday holatga kelingan? Agar biz e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bemorimizni jag'r sohalariga, ya'ni chaynoq sohalariga e'tibor bering. Bu yerda umuman tishlari umuman ko'rinmayapti. Mana bu yerda ham o'ng tomonlarida ham, chap tomonlarida ham ko'radigan bo'lsa, umuman tishlari yo'q. Odatda jag' to'qimalarida agar jag' sohalarida tish bo'lmayotgan bo'lsa yoki u yerda tishlar yo'qotilgan bo'lsa, hamma muammo yoki hamma chaynoq vazifasini oldi tishlar o'zlariga oladi va shuning natijasida tishlar ko'p yemirilib ketishi va hozir ko'rib turgan holatdagi va nafaqat bu estetik nuqson yoki tishlar kichkina bo'lib qolishi, balkim funksional nuqsonga, ya'ni ovqatlarni yaxshi chaynay olmaslik, keyinchalik o'zingiz yaxshi biladigan oshqozon yoki shunga o'xshagan kasalliklarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Va albatta bunday bemorlarimizda eng birinchi qiladigan ishimiz bu qanday ish? Bu albatta bu diagnostika. Ya'ni biz eng avvalo bu tishlar bu nima uchun bu holatga kelishdi va qanday yo'l bilan bu holatga kelindi va bu holatga kelganda aynan nimalar orqali birinchi o'rinda muammoni hal qilish kerak. Ko'pincha biz o'ylaymizki, tishlarni faqatgina tiklab qo'ysak, shuni o'zi bilan muammo hal bo'lib qoladi. Aslida esa unday emas. Aslida esa biz muammoni yana ham chuqurroq ildiziga e'tibor berishga harakat qilish kerak. Chunki bizning asosiy vazifamiz tishlarni oqibati bilan emas, balkim sababchisi bilan kurashish. Qachonki biz sababchisi bilan kurashsak, biz qo'yib bergan tishlar ham keyinchalik o'zlarining tishlariga o'xshab yeyilib ketmasdan, balkim ancha o'sha vinillarga qo'yilgan talab, ya'ni 10 yil, 15 yil, balkim undan ham ko'proq yillarga xizmat qilishini ta'minlab berish biz shifokor stomatologlarning asosiy vazifamizga kiradi. Shuning uchun ham biz eng ko'p vaqtimizni anamnez yig'ish, diagnostika qilish, etiologiyasi, kelib chiqishi, uni qanaqa kechishi va qolaversa nima bilan yakun topish haqidagi muammolarga ko'proq bag'ishlangan bo'ladi. Va mana shu muammolarning hammasini hal qilgan holatda, o'rganib chiqqan holatda biz ushbu muammoni, ya'ni jag' tishlardagi muammolar, ya'ni u yerdagi tishlar yo'qligiga sababchi bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu holatdan keyin biz ushbu bemorimizning eng asosiy vazifamiz bu, ya'ni jag' tishlarini tiklash. Chunki jag' tishlarini tiklash masdan qiladigan bo'lsak, prikus balandligiga tushib ketgan bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz agar mana shu rasmda ham, ya'ni jag'lari pastki tishlarni batamom yopib olayotganga o'xshab ko'rinib turibdi. Vaholanki bunga sabab jag' tishlardagi vaziyatni juda ham noto'g'ri shakllangani bo'ladi. Shu o'rinda biz eng muhimi jag' sohalariga implantlar bilan tikladik va implantlar bilan tiklangan holatda jag'larni ma'lum bir o'zining darajasiga ko'tarib oldik va ko'tarayotganda o'z-o'zidan bo'lmaydi. Albatta bu narsa bo'g'im yoki bo'g'im bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar va ularni holatlarini to'g'ri anglab yetgan shifokor stomatolog tomonidan amalga oshiriladi. Bu narsani gerontologlar deyiladi va kerak bo'lsa ordodontlar ham shu yerda shug'ullanishga to'g'ri keladi va xullas mana shunday kompleks yondashgan holatda biz qanchalik biz jag'ni ko'tarsak, ham bo'g'imga ham normal holat keltirib chiqaradi, ham bemorning o'zining estetika va funksiyasi ham tiklanadi va keyinchalik esa bu narsa estetikada ham namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarning hammasini hisobga olgan holatda biz bemorimizga mokap qilib berdik. Ya'ni mokap degani hammamiz yaxshi bilamiz, bu bo'lajak tishlarning maketi. Ya'ni hali biz bemorning og'ziga qo'limiz tekkizganimiz yo'q. Faqatgina qanday tishlar bo'lajak bo'ladi, qanday tishlar bo'lsagina tishlarda ham eng muhimi funksional tiklanadi va keyinchalik qanday estetik natijaga erishishimiz mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Qachon? Hali hech qanaqa tishlarini bezovta qilmagan holatda yoki charxlamagan holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozir ko'rib turganingizdek mokap qilindi. Mokapimiz juda ham bizning nazarimizda ham, bemorimiz nuqtai nazarida ham juda ham chiroyli chiqdi. Qaysi ma'nodaki biz tishlarni nafaqat
enini, balkim o'sha uzunligi qancha bo'lishini enidan kelib chiqqan holatda o'sha turli xil indekslar bor, Shimbachi, shunga o'xshagan tekshiruv usullari bor. Mana shu usullar orqali biz mana shu bemorimizda bo'lishi kerak bo'lgan, qancha bo'lishi kerak edi degan uzunlik va kenglikni hammasini aniqlab oldik va aniqlab olish orqali hamma tishlarni garmoniya orqali, ya'ni bir-biriga mos va xos shaklda terib chiqdik. Va terib chiqqanimizda hozir ko'rib turgan mana bu holatni kelib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu holatlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Prix balandligi biz uchun yetarli darajada ko'tarilgan, kerakli darajada, ko'p emas, kam emas va shu bilan birgalikda har bitta tishni o'zini balandligi bor. Ya'ni kurak tishlar o'z daraja uzun, markaziy kurak tishlar yon kurak tishlariga qaraganda, yon kurak tishlar markaziy kurak tishlariga qaraganda kaltaroq, qoziq tishlarimiz o'zlarining yuzlari, shakllari va o'zlarining yoshlariga bog'liq jihatdan o'tkirroq shaklda va qolaversa eng muhim jihat, ya'ni biz bularni jag'larini to'g'ri holatga keltirib olganimizni ko'rishimiz mumkin. E'tibor beradigan bo'lsangiz, jag'larni ham biz kerakli darajada implantlar qo'yganmiz va vaqtinchalik qoplama, ya'ni mokap bilan tiklab olganmiz. Va bu holatda bemorimizni ozgina yurgizib ko'rganmiz, ya'ni tekshirib ko'rganmiz. Nima degani tekshirib ko'rish? Ya'ni qanchalik biz hozir qo'yib bergan, jag'ini ko'targan va yangi test drive uchun qilib bergan tishlarimiz qanchalik xizmat qiladi? Muammolar bo'lmaydimi? Chunki yillar davomida pasayib ketgan Prixusni bir maromda ko'tarib qo'ysak, albatta qanaqadir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Hammada emas, lekin bo'lishi mumkin. Lekin bizning vazifamiz har qanday bo'lishi mumkin bo'lgan xavf omillarini yo'qotish yoki uni minimalga tushirish. Shu nuqtai nazardan biz hali tishlarni chaqlamasdan turib, tishlarni o'ziga vaqtinchalik sun'iy qoplamalar yoki vaqtinchalik mokap qilib bergan holatda ma'lum bir vaqt test drive uchun yoki tekshirib olish uchun yuborish. Va aynan tekshirib olib yurgandan keyin odatda bu vaqt 2 haftadan 1 oygacha, ba'zi bir holatlarda 2 oygacha ham davom etishi mumkin bo'ladi. Mana shu holatdan keyin hech qanday bir agar e'tirozlar, hech qanday bir funksional o'zgarishlar, bo'g'imlarda, mushaklarda, bemorning yashashida, hayotida, nutqida, umuman shunga o'xshagan funksiyalarda yana boshqa funksiyalar bor. O'sha funksiyalarda o'zgarish bo'lmayotgan bo'lsa, agar hech qanday bir salbiy natijalarga erishmagan bo'lsak, demak, bizni bemorimiz va bizni umumiy organizm holatimiz ushbu yangi tishlarni, bo'lajak balandlikni qabul qilishga tayyor. Keyingi etap esa o'zingiz bilganingizdek, ya'ni eng oddiy va tez bitadigan qismi qoldi. Ya'ni tishlarni chaqlash va u yerga vinillarni o'rnatib qo'yish. Eng muhim jihat, ko'p razborlarimizda ham aytib o'tamiz, eng muhim jihat albatta bu tishlarni diagnostika qilib olish va anamnez yig'ish orqali ularni to'g'ri davolash rejasini tuzib olish. Va keyingi etap boya aytganimizdek tishlarni chaqlash. Bu yerda ko'p holatlarda yuqori tishlarimizni ko'proq qoplama uchun 160 gradusga chaqlashga to'g'ri kelgan. Sababi chunki bu tishlar uchun ancha oldin nervi olinganligi uchun, qolaversa yon tishlarni ko'rishingiz mumkin, ular nervi saqlanib qolgan, chunki vinilga chaqlanganda juda minimal chaqlanadi va jag' sohalarida esa bu implantlar o'rnatilgan soha. Va mana bunday holatda qoliplar olingan holatlar yuqori jag' uchun, pastki jag' uchun va kerak bo'lsa keyingi holat esa biz vinillarimiz tayyor holatni qabul qilib olamiz. Qabul qilib olganimizdan keyin albatta vinillarni taqishdan oldin birinchi o'rinda biz o'zimiz shifokor stomatolog sifatida mikroskop ostida yoki kattalashtirilgan lupalar ostida biz har bitta vinilni birma-bir tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki vinillar juda ham mayda, juda ham nozik. Ular juda mikroskop holatda, juda ham mikroskopik qilingan bo'ladi. Qalinligi 1 millimetrgacha bo'lgandan keyin o'zingiz tasavvur qilsangiz ham bo'ladi. Xullas, mana shu holatda biz hammasini qilib tekshirib olganimizdan keyingina o'zimizni tekshiruvimizdan o'tgandan keyin biz bemorimizga ushbu vinillarni biz tekshirib ko'rish uchun taqib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Taqib ko'rgan holatda ham nafaqat birinchi o'rinda bemor ko'radi, balki birinchi o'rinda biz shifokor stomatolog ko'rib baho beramiz. Va agar bizni bahoyimiz o'tsagina keyin bemor o'zi ko'rib baho beradi va agar hammasi yaxshi bo'lgan holatda esa biz ushbu holatga keyin vinillarimizni ma'lum talab asosida ularni egasiga topshiramiz. Ya'ni qotiramiz. Fiksatsiya deyiladi bu narsa. Fiksatsiya qilinadi va fiksatsiya qilingandan keyingi holat, mana bu holatni siz ko'rib turibsiz hozir, oxirgi olingan natija. Va mana shu natijaga biz ham Prixuslarni ko'tardik, ham funksional, ham estetik jihatdan yuqori natijaga bemor uchun erishishga harakat qildik. Qadrli kuzatuvchilar, mana hozir ko'rib o'tgan bemorimiz bu yuzlab bemorlardan bittasini faqat sizlar bilan hozir razbor qilib chiqdik. O'zi aslida ushbu soha juda ham murakkab soha hisoblanadi. Mening ismim Farhod Usmonov. Ushbu sohada, ya'ni total reabilitatsiya, ya'ni tishlarni butun hammasini tiklash bo'yicha, xususan vinillar bo'yicha 10 yildan ortiq tajribaga egaman va bu tajriba asosan nafaqat respublikamizda, balkim xorijdagi eng yetuk mutaxassislardan olgan bilim va tajribalarimizni hozirgi kunda nafaqat o'rganib, balki amaliyotga samarali qo'llab kelmoqdamiz. Agar sizga ham
ishonchli, sifatli, ya'ni shu mahoratli mutaxassis, professional mutaxassis xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi video ostida opisiyaniyada biz nomerlar qoldiramiz. O'sha nomerlarga murojaat qiling va biz siz bilan bog'lanib, aynan siz uchun qanday yechim borligini muhokama qilamiz.